qayta takomillashtirilib Shelby F250 baja nomini olishidan oldin ushbu avtomobilimiz asli nasli Ford F250 Super Datidan tashkil topadi. Shelby F250 Super bajaning qolgan pikaplardan farqi, boshqa pikaplarda sport, komfort va yengil off-road bo'lsa, Shelby Super bajada ham shu funksiyalar va qo'shimchasiga og'ir yuklarni ko'tarish va tortish yaxshigina takomillashtirilgan bo'ladi. Ushbu pikapga ham poygalar hamda og'ir yuklar uchun mo'ljallangan, xuddiki harbiy yoki Dakar ralli avtomobillariga o'rnatiladigan baquvvat podveskalar o'rnatilgan bo'ladi, asosan o'sha mashhur King kompaniyasidan. Dvigatel hajmi asosan ikki turga bo'linadi va har ikkalasi ham buyurtma uchun ochiqdir. Teplovoz laqabini olgan 607 litrli Power Stroke V8 turbo dizel 500 ot kuchi 1627 Nm bo'ladi. Benzinli esa Godzilla laqabini olgan 703 litrli V8 430 ot kuchida va 644 Nm da. Narxi esa bor yo'g'i dizelli dvigateli uchun 199 ming AQSh dollari bo'ladi. Albatta yetkazib berish va bizning xizmatimiz ichida. Bojxona to'lovi esa 40 ming dollardan oshishi ham mumkin. Albatta Telegram kanalimizda batafsil ma'lumot, eksklyuzivniy pikaplar va uning narxlari bilan albatta yoritib boriladi. Havola profilning yuqori qismida.